Skos? Turkiya. To'g'ri. Juda soz. Bu nima? To'g'ri, bu rezinaning tashqari izlari. Demak, u shahardek quyon. Oyog'ingni partadan ol. 24-qoidani takrorlaymiz. Gapirishdan oldin panjangni ko'tarishni odat qil. Asta-sekin o'rganib olasan. Ko'rsatkich shamol yo'nalishini ko'rsatadi. Tulki sizni payqab qolmasligi uchun qaysi tarafga yugurish lozim? Men bilaman. Xo'sh, Alex. Mana meni javobim. Ammo bu noto'g'ri, Alex. Nega noto'g'ri? Asta-sekin o'rganib olasan, Alex. Skos? Turkiya. To'g'ri. Juda soz. Bu nima? To'g'ri, bu rezinaning tashqari izlari. Demak, u shahardek quyon. Oyog'ingni partadan ol. 24-qoidani takrorlaymiz. Gapirishdan oldin panjangni ko'tarishni odat qil. Asta-sekin o'rganib olasan. Ko'rsatkich shamol yo'nalishini ko'rsatadi. Tulki sizni payqab qolmasligi uchun qaysi tarafga yugurish lozim? Men bilaman. Xo'sh, Alex. Mana meni javobim. Ammo bu noto'g'ri, Alex. Nega noto'g'ri? Asta-sekin o'rganib olasan, Alex. Skos? Turkiya. To'g'ri. Juda soz. Bu nima? To'g'ri, bu rezinaning tashqari izlari. Demak, u shahardek quyon. Oyog'ingni partadan ol. 24-qoidani takrorlaymiz. Gapirishdan oldin panjangni ko'tarishni odat qil. Asta-sekin o'rganib olasan. Ko'rsatkich shamol yo'nalishini ko'rsatadi. Tulki sizni payqab qolmasligi uchun qaysi tarafga yugurish lozim? Men bilaman. Xo'sh, Alex. Mana meni javobim. Ammo bu noto'g'ri, Alex. Nega noto'g'ri? Asta-sekin o'rganib olasan, Alex.